Assalomu alaykum Master Class kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga baliq yo'nalishdagi va quyonchilik, parrandachilik, chorva ishqibozlariga mana bundan chiqqan granulyator mahsulotlarni ishlatib sinab beramiz. 2026-yil yangi modellar yetib kelgan. Buni sizlarga birma-bir tanishtirib chiqaman. Mana bu yangi model 200 modelligidan boshlaymiz video obzorimizni. Bular oddiy uy tokki ishlaveradi, 220 voltli bo'ladi. Mana shu joydan 6 litr 80 ga 90 motor korobkasiga quyiladigan moydan quyiladi. Mana modeli 80 ga 90 ekan. Shundan 6 litr ketadi. Bu 1 soatiga 100 kilodan 150 kilogacha ko'rim chiqarib beradi. Mana 4,5 kilovat motor kilovatlari 100% misatmotkali bo'ladi. Buni motor qismlari 1,5 ming obrot toza 4,5 kilovat bo'ladi. 220 ga ishlaydi. Necha volt ishlatayotgansiz bu dachidan ko'rsatib turadi. Mana bu avtomatlar bilan jihozlangan 63 amperlik va ikkita remen orqali harakatlanadi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana juda ham sifati yuqori va mana shu roligini o'zi aylanadi. Bu roligini o'zi aylanadi. Matrisasi esa joyda turadi. Buni matrisani razmeri 3 lik bo'ladi. Bu o'zida turgan 3 lik razmeri parrandachilikka, baliqqa ishlatib foydalanishingiz mumkin. Mana bunisi esa chorvachilikka bo'ladi. Molga, qo'yga kattaroq razmer bo'ladi. Bunisi 5 lik razmeri. Kim nimaga ishlatmoqchi bo'lsa, chorvachilikka bo'lsa, bu kattarog'ini qo'yib oladi va parrandachilik yoki baliqchilikka bo'lsa, bu kichikroqini qo'yib oladi. Buni zavod tarafidan ichiga bonus qilib berilgan matrisasi bo'ladi. Biz ham bonus tariqasida mijozlarimizga beramiz bunisini. Mana bu ikkita roligi harakatlanadi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana shu joydan solib turib, bunday qo'yib qatirib qo'ysanglar bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yangi turdagi 200 modelli granulyatorda ishlatishdan avval mana bu zapaska matrisasi ko'rib o'tishingiz mumkin. Rangi qora bo'ladi. Buni oqartirish uchun mana bunaqa apilka, yog'ochdan chiqqan отход va ozgina qum kerak bo'ladi. Avtolga aralashtirib bundan bir marta faqat chiqarib yuboriladi. Undan keyin har xil turdagi shunaqa don mahsulotlarni granula qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Hozir buni ishlatishda ko'rsatib o'tamiz. Mana bunisini ham qo'lda qattiq qatirmasdan mana bu molotovda urib qo'yasizlar mana. Shu holatda, shu ko'rinishda. Mana bu o'zidagi turgani ham qora bo'ladi. Shuni oqartirish uchun hozir bulardan foydalanamiz. Hozir buni tayyorlaguncha buni yoqib matrisalarni qizdirib olamiz. Qizigandan keyin granula chiqishni boshlaydi. Granulyatorimiz qizidi. Mana
endi shaklga kirish boshlandi mana. Hamda esa tez chiqarish boshladi. Ko'zini ochib olyapmiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir makkani quruq o'zini chiqarib ishlatyapmiz. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana. Roligini o'zi aylanyapti shu holatda mana. Mana. Bu chiqqanda juda issiq bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu hozir eng uzun razmeri bo'ladi. Bundan ham kaltaroq qilsanglar bo'ladi. Ichida legirovkalari bor. Har qanaqa don mahsulotlarni shunaqa granula qilib, forum qilib chiqarib bemalol baliqchilikka ishlatib foydalanishingiz mumkin. Mana. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, chiqqan qo'rim mahsulotlari bundan ham yuqoriroq yoki kaltaroq, uzunroq qilib legirovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu zavod tarafidan berilgan, bonusga berilgan matrisa orqali va o'zida kuluchi bor. Mana bunaqa kuluchi bor. Shu holatda komplet yetib boradi. Narxlarini ham batafsil aytib tushuntirib o'taman. Bunimizni 220 lik 200 modelli granulyatorimizni narxiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'mdan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz. 220 lik xo'jalik uchun parrandachilik, baliqqa, quyonga, chorvachilikka ham bemalol ishlatib foydalanishingiz mumkin. Va undan tashqari mana bu 7,5 kilovatli, bu 230 modelli 7,5 kilovatni yuqorisi hammasi 3 faza tok ishlaydi, 380 liga. Bularni bir soatiga 200 kilodan 300 kilogacha qo'rim mahsulotlar chiqarib beradi. Bularda matrisa bitta o'zida bo'ladi. 3 fazaga ishlaydi va undan keyingisi 15 kilovatli bo'ladi. Bu 15 kilovatligimiz bir soatiga 400 kilodan 500 kilogacha qo'rim mahsulotlar chiqarib beradi. Granulyator qilib, chorvachilikka nima mahsulot berayotgan bo'lsangiz, shuni bundan chiqarib bersangiz, yarim holatda pishirib beradi. Bundan chiqqan granula umuman isrof bo'lmaydi. Hozir buni 260 modelligimizni va avvalgi modellarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana bunisi esa 11 kilovatli bo'ladi. Bu 11 kilovatlik roliga 3 ta matrisasini o'zi aylanadi va bir soatiga 300 kilodan 400 kilogacha qo'rim chiqarib beradi. Bularimiz avvalgi modellar bo'ladi va eng kattasi buni laqabi ko'k kit bo'ladi. Bu ko'k kitimizni narxiga aytib o'tamiz. Birinchi 40 million so'mdan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Bu bir soatiga 1 tonna granula ishlab chiqarib beradi. Mana bundan chiqqan mahsulotlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Ancha sifati yuqori, zo'r presslagan. Kimga shunaqa sifatli granulyatorlar kerak bo'lsa, do'konimizga tashrif buyuring. Manzilimiz Andijon aeroportining yo'lida Qumbozorda joylashgan yoki pastdagi raqamlarga murojaat qiling. O'zimiz batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.